Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Mana bizlar Trойная Корона sorti ijivkamizni kavlayapmiz ko'chatlarni. Bular sotilgan bunday bu tomonlarda ko'rsatmaviy ijivkani. Yaqinlashtirdim. Ko'chatlar mana yarimlarini kavlab tugatdik. Ko'chat holati mana shunday. Ildizlar shunaqa baquvvat, kuchli. Buni mana chiqaydigan joylari bular mana. Mana bular yangi chiqadi, bu shoxlari kesib taylanish kerak. Mana bu joy, mana bu kelasi yilga o'sib chiqaydigan joy. Mana ildizlari shunaqa kuchli holatda. Xo'p, buni hali hosilini olganimiz yo'q. Ozgina hosil olingan joy bor o'zimizda, boshqa joyda. Bu o'zimizda yanvarda ekilgan. O'sishi zo'r. Mana shoxlari mana shunaqa uzun-uzun bo'lib o'sib ketgan. Mana shunday. Bularni agrovolokna yoki agrospam bilan endi nasib bo'lsa bu ko'chatlarni olib bo'lsak, ustini yopib o'raymiz. Shamoldan pana qilish uchun. Buni kuchli sovuq ham ta'sir qilmaydi, lekin shamol baribir buni tanasini zarar yetkazib qo'yadi, keyin hosil bermay qo'yadi. Shuning uchun agrovolokna yoki agrospam bilan buni yopamiz. Bahorda ochiladidan keyin shifalir simga bog'lab hamma jarayonni nasib bo'lsa qo'yib ko'rsatib boramiz. Ko'plar so'rayapti, buni sotgan odamlarimiz, ko'chat olgan kishilar ham buni qanaqa qilib ekadi, qay holatda deb shunga ketmandi. Shunga buni hozir ekib ko'rsatamiz, qanaqa qilib ariq olinishini o'tamoz. Bizlar shogirdlar uyalayapti. Efirga chiqdi. Yaqinlashtirib ko'rsat. Mana shu yerdan ekran nima yaqinlashtirib. Mana shunday chuqurchamizga mana shuni qo'yiladi. Mana bu chiqaydigan joyi iloji boricha ko'rinib turgan bo'lsa, mana shunday yuza qismga qaratib qilish kerak. Tepaga qarab turish kerak. Bundaysi eksa ham bo'ladi, lekin ekish kech bahorda kechikib chiqishi mumkin. Shuni hisobiga iloji boricha tuprog'ini sal qoqib tashlansa, mana bulari ko'rinadi. Bunisi bo'lmasa ham, mana bu yerlarda ildiz bo'lsa ham, bu baribir ko'karib o'sib chiqaveradi, o'ziga ko'z hosil qilib. Buni tajribada ko'rdik, shu yil sinab, tayoqchalardan ham ko'chat qildik. Ildizini maydachalarini ham olib kelgan paytimiz ekishda ko'ngil to'lmadi. Ko'ngil to'lmadi ekishda. Mayda ko'chatchalarni ham olib qo'ydik. Keyin stakanchalarga o'stirdik. O'shanaqa qilib sinab ko'rdik. Bu ozgina ildizli joyi bo'lsa ham, ildizi baquvvat bo'lsa, namlik bo'lib tursa, suvsiz qolmasa, bu ko'karib ketishi juda tez bu ijivkani. Mana shu holatda ekamiz, mana chuqurchamiz. Qancha ko'miladi bu deydiganlarga hozir ko'rsataman. Mana shu ildizni oxirgi joyi, mana ildizlar ko'rinib turibdi. Mana shu holatda ekib olamiz. Mana shu holatda. Mana shu ildizni oxirgi joyi ko'milsa bo'ldi. Undan chuqurga ekish shart emas, chunki ildizlar chirib qolishi mumkin. Bir ko'pchilik endi bu ekkandan keyin qanaqa ariq olib sug'oraman deyotganlar bo'ladi. Mana bunaqa qulupnaydikidaqa jo'yalar olinmaydi, mana baland jo'ya. Bunaqa jo'ya qilinmaydi bunga. Shart emas unaqa narsalar. Mana shu yonginasidan bu tomonga. Sal uzoqroqdan olsang, mana shu yerdan yonginasidan mana shunday ariqchasini olamiz. Mana shunday holatga qilib
suv yursa bo'ldi. Suv to'xtab, dimiqib, suv to'xtab qolmaslik kerak. Suv yuraydigan darajada qilib ariqchasini olamiz. Ko'chatdan 10-15 sm uzoq, 20 sm uzoqlikda ariqcha olsa ham bo'ladi. O'shanaqa qilib ekib sug'oriladi. Ekkandan keyin aniq sug'orish kerak, suvsiz qolmash kerak. Keyin agar topilsa, mana bunaqa xas-quslar yoki sholi to'ponmi, mollardan qolgan nushqut yoki asadga yemishlar, o'shanaqa mayda-chuyda nima xas, mana shunaqa o't tarkibli narsalardan mana shunday mo'lchalab qo'yilsa ko'chatlar tagiga, ko'karib chiqishi ham tez bo'ladi, bahorda ham sifatli o'sadi, chiroyli o'sadi. Endi buni trойная korona sortini ko'pchilik nechiga ekamiz, qanday ko'chat tanlaymiz, qatorlar orasi, ko'chatlar orasi deyishadi. Mana bunday bu tomonlarni ko'rsatma. Hozir mana shu yerda qatorlarimiz orasi 3 metr. Qatorlarimiz orasi 3 metrga o't bosib yotibdi, yaxshi ko'rinmaydi. Mana bu asosiy ko'chat. Mana bu bunisi. Mana shu qator orasi 3 metr. 3 metrga ko'chatlar orasi eng kami 2 metr ekilgan. Bir xil razmer qilinmagan 3 metrgadan 2 metrgacha 2 metrdan 3 metrgacha qilib ekilganda. O'shanaqa. Agar buni 1,5 metrga eksagan bo'laman, bu qatorlarga ko'chat bilan ko'chat orasini 1,5 metr qilsa ham bo'ladi, lekin agar bizda yerlarga o'xshagan qumoqlik, ozuqasi yaxshi yerlar bo'lsa, mana bunaqa o'sib ketishi juda kuchli bo'ladi. Qalinlashib ketadi-da. Hosilni ko'p olaman deb o'ylab, hosilni mayda qilib qo'yish mumkin. O'shaning uchun siyrakroq qilib 2,5 3 metrgacha qilib qatorlar orasini 3 metr qilib yoki kamida 2,5 metr qilsa, 2,5 metr yejivikaga kamlik qilib qoladi. 3 metr qilib ko'chat orasini 2 yoki 2 dan 3 metrgacha olib borib qilsa, juda yaxshi natija beradi. Mana shunaqa ildizi katta ko'chatlar, maydaroq ildizlilari ham bo'ladi. Bu yejivika ildizda endi bari bir xil bo'lmaydi. O'shanaqa ildiz ko'chatlar tanlab ekilsa, juda maqsadga muvofiq bo'ladi. Bu yejivika trойная korona sorti birinchi yil ekilgan yili hosil bermaydi. Faqat o'sadi. Xuddi mana shunday o'sib, shoxlab o'sib oladi. Mana shu o'sgan shoxlaridan ikkinchi yilga hosil beradi. Ikkinchi yildan kesib, tarbiyalab, hosildan keyin kesib tashlangan hosil bergan shoxlar yangilari qolib, yana xuddi shunday o'sib, o'rin almashib ketaveradi-da. Videoda xato kamchiliklar bo'lsa kechirasizlar. Biz dehqon, bloger emas yoki jurnalist emas, shuning uchun to'g'ri tushunasizlar. Bu o'zimizni qilayotgan ishlar ko'rsatish uchun, o'zimiz tajribadan o'tkazgan, o'zimiz bilgan narsalarni, o'rgangan narsalarimizni shunchaki xalqqa aytib berib, qilaman degan odamlar shundan olib o'rgansa, maqsadga muvofiq bo'lasiz deb shuni o'ylab, shu kanalni ochib, shu ishlarimiz qo'yib boryapmiz. Kanalga a'zo bo'lib, like bosib qo'ysalaringiz juda yaxshi bo'ladi, chunki ko'pchilikka yetib boradi. 1 kishi, 2 kishi, 1000 kishi, 2000 kishi emas, undan ko'proq aylanadi video tasmalarda. Kanalga a'zo bo'lish, like bosish albatta bepul, megabayt ham olmaydi. Yejivika, malina, qulupnayga qiziqqanlar shu kanalga a'zo bo'lib, like bosib qo'ysalaringiz, qilayotgan ishlarimizni qo'yib ko'rsatib boramiz. Mana yejivikalarimiz. Bu xo'p, buni ko'chatlari bor. Narxi 25 mingdan 10 minggacha, 10 ming so'mgacha soniga qarab kelishiladi.
Men bitta olaman, yuborasizmi, ikkita olaman, yuborasizmi deyish shart emas. Agar olgichlar bo'lsa, bemalol nima qilishlaringiz mumkin. Kanalga raqamlarim qo'yib qo'yibman. Faqat telefon qilmangizlar. Nomerimni saqlanib qilsalaringiz Telegram bor. Telegramdan yozingizlar. Biz hozir ko'chat kavlash ishlar juda ko'p, ko'chat yuborish, o'shanaqa ishlar. Telefonni ko'tara olmay qolyapman. Hozir ozgina vaqt bo'lgani uchun bir video qilib qo'yay degan edim. Mana shu ko'chatlar mana kesib tayyorlandi. Dastavkaga chiqarib yuborishimiz kerak. Iloji boricha qo'ng'iroq qilgandan ko'ra Telegramdan yozib yoki SMS yozib qo'ysalaringiz, men albatta javob qaytaraman. Faqat kun kech bo'lganda telefon qo'liga bemalolchilik vaqtda shunaqa telefonni ko'tara olmay qolaman. SMS yoki Telegramdan yozasizlar. Ko'chat soni, adres o'shanaqa qilib ko'chatlar asta-sekin birma-bir chiqarib yuborilaveradi.